Assalomu alaykum. Arashan Brand kanali obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib turgan YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari akalar, xudo xolasa bugun yana o'zimizni qo'raga yangi partiyalar keldi. Xudo xolasa bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib tursalaring, mana shunaqa yarichka sovliqlar zo'rlaridan yetib kelgan obunachilar, qo'chqor, sovliq hammasidan yetib kelgan obunachilar. Hop, hafta kunlarimizga bugun juma, Saydullayyom, hammamizga juma muborak bo'lsin deya biz video syomkalarimizni o'zimizni qo'radan olib bormoqdamiz. Hop, hafta kuniga juma 26-iyun. Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida, ya'ni o'zimizni mini qo'y fermadan xudo xolasa sizlarga mana yangi partiya qo'zi qo'chqorlarimiz yetib kelgan. Like bosib, kanalga obuna bo'lib tursalaring, xudo xolasa narxlarini chiqarib beramiz obunachilar. Mana. Hop. Narxini aytib o'tib ketaman obunachilar. 4.500.000 dan kami bor. Qo'chqor sog'liq. Ikkita qo'chqor, ikkita sog'liq mana obunachilar, arashan sog'liqlar mana toza. Videosini xudo xolasa tashlab beramiz. Biz mana xudo xolasa keyingi qo'rani ko'rsatamiz. Videoni uzmay ketyapman mana obunachilar. Qo'chqor bular. Qo'chqor sog'liq. Ha, mana bu yerda katta partiyasi bor. Mana xudo xolasa katta partiyada keyin obunachilar toza arashan sog'liq bo'g'oz boqaman degan tanish bilishlarga xudo xolasa videoni tashab qo'rasizlar mana obunachilar. Jonivorlarni qaranglar. Mashaalloh, hammamizga nasib qilsin. Bittadan like qizartirib Arashan Brand kanaliga obuna bo'lib qo'ysalaring, xudo xolasa mana shunaqa yaxshi narsalar kelganda ulgurib qolasizlar, xudo xolasa. Akalar, bularning yoshi qo'zi ekitish 4 ish, qo'zi ekitish 4 ish. Obunachilar mana yeb ichishlarni ko'ryapsizlar, xudo xolasa. Zavod yeb ichishi. Xudo xolasa bo'g'ozligi ham 2-3 oylik atrofida xudo xolasa bo'g'oz. Garantiya beralimiz, xudo xolasa bo'g'oz. Telefon qilib aloqaga chiqib, aka kecha qo'ylar tashab beringlar desangiz, ertaga kunduzi xudo xolasa xotirjam tashab ham beraveramiz. Mana kech bo'lishiga qaramay obunachilar, xudo xolasa mana video syomkalarimizni boshlayapmiz. Hop, bo'ylari 85 obunachilar. Hop, 80 chiqsa ham qaytarib beraverasizlar. Qo'ylar yirik xudo xolasa obunachilar, mana maza qilib boqadigan obunachilarimizga tavsiyalar beramiz. Mana jonivorlarning yuzlarini qaranglar. Mana obunachilar. Hop, mana bizda unaqa qimmat emas. $1000, $1200 unaqa yo'q narx. Obunachilar narxini juda ko'pchilik o'tgan safar o'tgangi partiyani so'rashdi, narxini aytmayapsiz deb. Obunachilar, bular 10 milliondan xudo xolasa hayri bor. Telefon qilsalaring, xudo xolasa chiroyli qilib hayriga o'tib beramiz mana. Quloqlarini qaranglar, jonivorlar shalpon quloq bu. Mana. Qo'zi ekitish bunaqa katta partiya kelishi juda qiyin bo'lyapti, kelib olish ham mana. Bunaqa partiyada obunachilar ulgurib qolinglar. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelganicha xudo xolasa yengil qilib beramiz bunaqa. Arashan sog'liqlar xudo xolasa obunachilar mana. Mana. Afg'onlaridan bor obunachilar, afg'onlaridan bor. Afg'on ishqibozlariga afg'onlaridan ham chiqarib beramiz. Mana afg'onlari bor, 2 dona afg'oni bor obunachilar. Mana obunachilar, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bularning dumbalari hammasi tikka dumba. Unaqa osilib ketgan, cho'zilib ketgani yo'q. Hammasi razrizlik, mana oq kalla deysim, oq tumshuq deysim, mana hammasidan kelishgan mana qo'ylar. Obunachilar, yeb ichishlari udor. Xudo xolasa aloqaga chiqib, xudo xolasa mana qo'ylarni ko'rsating, uka, aka desalaring, xudo xolasa ko'rsataveramiz mana qo'ylar semiz o'ta. Niq, xudo xolasa bo'g'ozligi ham naq. Mana obunachilar. Obunachilar like bosib kanalga obuna bo'lib turinglar. Mana qo'ylar zo'rlari mana shu Arashan Brand kanalida chiqadi. Obunachilar, narxini yana bir bor eslatib o'taman. Optimga obunachilar, mana shu 20-30 ta qo'y bor, 20-30 ta qo'yni olgan odamga 10 milliondan xayri bor. Kelib ustiga ko'rib tanlab olsalaring kelishiladi, xudo xolasa xayri bor hammasini. Aytganimizga sotmaymiz obunachilar. Like bosib turinglar, xudo xolasa mana shunaqa zo'r sog'liq qo'ylar kelganda o'tkazib bermaysizlar. Xudo xolasa eldan xudo xolasa obunachilar ancha baland past qilib beramiz, xudo xolasa. Unaqa baland qilib palanchi summadan deyish yo'q bizda kelib olgandan keyin. Baland aytilmaydi. Yengil qo'yilib, xudo xolasa yengil ishlanyapti. Obunachilar, like bosib kanalga obuna bo'lib turinglar. Kanal yangi obunachilar, o'zimizniki kanal.
bunga pul to'laymiz, boshqa qilmaymiz, boshqa bloga chaqirsak 1 million 2 million rasud qilamiz. Bu rasudi yo'q, o'zimizning kanal. Obunachilar mana. Bular Baqudagi qo'ylarni ham sizlarga ko'rsatib ketaveraman. Mana yarichkalar, obunachilar. Telefon qilsalaring, video syomka qilib, cho'tka qilib ertaga tashab beraman. Obunachilar, quloqlari uzun bo'ladi, ham shalpon quloq. Mana kech bo'lishiga qaramay obunachilar chiqaryapmiz videoni mana. Mana shu xudo xolasa yangi partiya kelganda xudo xolasa aytinglar degan obunachilarga mana akalar keldi, xudo xolasa tavsiya qilaman. Telefon qilib aloqaga chiqsalaring, lokatsiya so'rasalaring, lokatsiyalarni tashab beraman. Obunachi akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Xudo xolasa bardavimiz bo'ladi, xudo xolasa mana obunachilar. Jonivorlarni bir qator yeb ichiga qaranglar, obunachilar yemasa ichmasa qo'y bunaqa bo'lmaydi, to'g'risi gapda. Xudo xolasa yeb ichishlari zavod. Obunachilar, telefon qilaveringlar behijolat. Qo'ldan kelganicha yana ma'lumotlarni beraveramiz. U yarim kechasi ekan, u 2-1 ekan demanglar. Telefon qilib, xudo xolasa aloqaga chiqsalaring, sizlar xudo xolasa biz sizlar tomonmiz, yo'lga yuramiz. Maqsad sotish, bega 30 ta 40 ta qo'yni olib kelib olib, bunaqa reklama qilib, hali qilishmas. Obunachilar mana. Mana jonivorlar. Mana. Bir qator mana yuzlarini ko'rsatib qo'yibman. Ertaga kunduzi xudo xolasa kesalaring. Mana kunduz eshiga chiqib ko'rsatamiz, xudo xolasa yoqsa olasizlar, yoqmasa qolaveradi, behijolat kelaveringlar telefon qilib obunachilar. Bu chiqargandan keyin bu hazillashi PR qilib chiqarilmaydi. Maqsad sotish akalar. To'g'risida maqsad sotish. Ozginani yubolasa sotamiz. Dunyo qolmaydi. Alloh berganicha qoladi, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Alloh rozi bo'lsin. Like bosib obuna bo'layotgan aka-ukalarimizdan mana. Mana akalar. Ventilatorlar yonib turibdi. Qo'ramiz, o'zimizni mini qo'ramiz-da u. Yo'q, 5 yulduzli emas, obunachilar, lekin xudo xolasa tirikchilik qilyapmiz qo'ra orqali. Alloh berib turibdi. Sotib turibmiz obunachilar, bitta ikkita bo'lsa ham. Mana obunachilar. Like bosib turaveringlar, like-da. Olmasalaring ham kommentariyaga omad, otangga ming rahmat, xayrulloh deb ketsalaring, menga motivatsiya bo'ladi-da akalar. Mana afg'on so'ragan obunachilarimiz bormi mana? Akalar. Mana shunaqa gullari xudo xolasa mana shu Arashan brend kanalida chiqadi. O'zimiz ham shu qo'y zo'rini olib boqqanmiz ham, olib kelib sotamiz ham zo'r. Tavsiya qilamiz xudo xolasa. Mana yeb ichishini qaranglar buni, akalar. Mana bunaqa kadrda hamma ham ko'rsata olmaydi. Biz obunachilarimizga ilinamiz. Mana. Mana. Obunachilar. Mana. Mana afg'on. Ikki tish afg'on. Yangi ikki tish mana. Razrezlik. Osilib ketmagan. Bilari osilib ketmagan obunachilar hammasi razrezlik. Qaytaramiz xudo xolasa. Obunachilar qo'ldan kelganicha ma'lumotni berdik. Ertaga bir qator telefon qilsalaring, yana ma'lumot beraveramiz. Mana obunachilar. Aka-ukalarimiz mana. Telefon qilaveringlar, ekran ustiga nomer qo'yib ketganmiz. 88lik 239 45 55. Bemalol aloqaga chiqaveringlar obunachilar. Mana gullar xudo xolasa biz kanalda chiqadi. Akalar, kanaldan uzoqlashmaymiz. Xudo xolasa biz yana qaytamiz. Xudo xolasa ertaga kunduzi yana syomka qilib beramiz. Syomka qilib bering aka deganlarga yana bir qator syomka qilib beramiz. Jonlaring omon bo'lsin. Xudo xolasa ko'rishamiz obunachilar.